Uyg'urlar o'z taqdirini o'z belgilash huquqiga ega. Doktor Pragning deganlari. Erkin Sidiq. Mən 2022 yılı Uyg'urlar va g'arblik mutaxassislar qatnashgan navbatdagi Uyg'ur qirg'inchiligi ustida muzokara va muhokama ilib berilgan 3 cho'ng faoliyatga qatnashdim. Ular 2022 yıl 5 ayda Germaniyaning Myunxen shahrida o'tkazilgan Sharq Turkiston Milliy Kengash yig'ini. 11 ayda Belgiyaning Brussel shahrida o'tkazilgan Xalqaro Uyg'ur munbiri va 12 ayda Amerika poytaxti Washingtonda o'tkazilgan irqiy qirg'inchilik davom qilayotganda Uyg'ur madaniyatini qo'g'dash haqidagi xalqaroliq ilmiy muhokama yig'ini. Bu yig'ilishlarda xalqaroda tonilgan bir qism professor va mutaxassislar hamda tashkilot rahbarlari xalqaro jamoatning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarta hozirgacha tutgan pozitsiyasida saqlangan masalalar va buningdan keyin qilishga tegishli ishlar ustida nihoyatda qimmatli ko'zqarash va takliflarni o'ttirib qo'ydi. Mən məzkur maqalada dünyada ma'lum ta'sirga ega xalqaroliq advokat doktor Pragning 2022 yil 11 ayning 10 kuni Brusseldagi Xalqaro Uyg'ur munbiri yig'inida so'zlagan nutqini bayon qilaman. Mening yozganim uning nutqining so'zma-so'z tarjimasi emas, balki uning so'zining asosiy mazmuni. Doktor Prag davlatlararo tinchlik xizmatlarining xalqaroliq advokati, kelishtirguvchisi va maslahatchisi hamda xalqaro qonun va xalqaro munosabat professori. U BDTga qonuniy maslahatchi bo'lgan. 1985 yildan 2011 yillargacha Dalay Lama ishxonasiga maslahatchi bo'lgan hamda Amerikadagi dangliq maktab Princeton Universitetida zamonaviy xalqaro munosabat va xalqaroliq qonun kasbining professori bo'lgan. Uyg'urlar duch kelgan zulmga hozir 70 yildan oshdi. Agar biz bu zulmning sababini tepib chiqmasak, uni oxirlashtira olmaymiz. Uyg'urlar duch kelgani bir zolim tashqi kuchning yerli xalqning irodasiga qarshi oldi yurgizgan zulm bo'lib, u faqat kishilik huquq masalasi bo'lib qolmasdan, u yana siyosiy masala. Bu to'qinishning tüp yıldızını quritish uchun yuqoridagi masalani oydinlashtirib olishimiz hamda uni hal qilishimiz kerak. Xitoy hokimiyati Sharq Turkistonni qadimdan tortib Xitoy zaminining bir qismi edi, ya'ni milodidan burungi 1-asrdan tortibla Xitoyning bir qismi edi deydi. Bu to'g'rimi? Yo'q, u xato. Sharq Turkiston qadimdan tortib Xitoyning bir qismi bo'lib boqqan emas. Sharq Turkiston azaldan Xitoy zaminining bir partisi bo'lib boqqan emas. Sharq Turkiston qadimdan tortib Xitoy zaminining bir qismi edi degan bayon xato. Mo'ng'ul va Manju imperiyalari Sharq Turkistonga bir mazgil hukmronlik qilib boqqan. Ammo u hargizmo Sharq Turkistonning Xitoy zaminining bir qismi bo'lib boqqanligidan derak bermaydi. Sharq Turkistonning Xitoy davlatining bir qismi bo'lib qo'shib etilganligidan derak bermaydi. Tang va Xan sulolasi Sharq Turkistonga ozroq hukmronlik qilib boqqan. Ammo shunday hukmronlik qilgan barliq vaqtni qo'shganda 18 asr yoki 1800 yillik tarixiy davr ichidagi hukmronlik qilgan vaqti 250 yildan oshmaydi. Hamda 250 yilmi o'zliksiz emas, uzilib davom etgan. Hamda muhimi Xitoy hokimiyati Sharq Turkistonda uzun muddat turib boqqan emas. Heliqidek Xitoy sulolalari Sharq Turkistondan haydab chiqarilgan. Ashundaq vaqalarning eng oxirgisi 763 yili yuz bergan. Sharq Turkistonni ashunda qisqa muddat besib olgan Xitoylarning oldidagisi bilan keyindagisi o'rtasida hech qanday ma'muriy yoki harbiy bog'lanish mavjud bo'lib boqmagan. Tang va Xan sulolalarining Sharq Turkistonni besib olishi buningdan 1200 yil burun yuz bergan bo'lib, uning bugungi Xitoylarning Sharq Turkistonni besib olishi bilan hech qanday munosabati yo'q. Bu jazmlashtirilgan bayqashdir. 763 yildan keyin Xitoy hokimiyati Sharq Turkiston ustidan hukmronlik yurgizib boqqan emas. Ammo Sharq Turkistonga Osiyodagi boshqa kuchlar hukmronlik qilib boqqan. U kuchlardan ikkisi Manju va Mo'ng'ul imperiyasidan iborat bo'lib,
Ular Xitoynimi bosh egdirib, Xitoynimi egilib olgan. Ming sulolasi Xitoy sulolasi. Ammo u Sharq Turkistonga qadam besib baqqan emas. Yaqinqi tarixiy davrda Uyg'urlar Manjularning Qing imperiyasiga ikki qatim beqini bo'lib baqqan. U davrning biri 1762 yildan 1865 yillargacha, yana biri 1881 yildan 1911 yillargacha. U ikki davrning oraliqida Yaqub Bey Qashqarni bir mustaqil davlat sifatida so'ragan. U chaqdagi hokimiyat Qing sulolasidan mustaqil holda mavjud bo'lgan bo'lib, Xitoy bilan hech qanday bog'lanishi bo'lmagan. Xitoyning Sharq Turkistonni qadimdan tartib Xitoyning bir qismi edi sapsatsi bir qancha jihatlardan butunlay xato. Birinchidan, Xitoy hukumati 1949 yildan keyingi Xitoy davlatining chegarasi bilan buningdan 1000 yil burungi Xitoy madaniyati ichida yashagan zaminning chegarasini o'xshash qilib bayon qiladi. Ondan aşu zaman içinde yaşayan milletlerinin hemmisini Xitoydagi asonliq milletler deb hisoblaydi. Aşu milletlerning padişahlığı ve hükümetini Xitoy davlati içindeki asonliq milletlerning hükümranları deb qaraydi. Bu tarixning burmalanışıdır. İkinciden, yuqorqidek asoslar sababidan Beijing Xitoy bilan Osiyodagi hukmron o'rinda turib, Xitoyni besib olgan imperiyalarni Xitoyga tava kuchlar qilib hisoblab, tarixni qalaymiqonlashtirdi. Ondan aşu Osiyodagi sirtqi kuchlarning Sharq Turkistonga bo'lgan ta'siri va Sharq Turkiston bilan qilgan munosabatlarni Xitoy bilan Sharq Turkiston o'rtasidagi ta'sir va munosabat qilib hisoblab olgan. Hamda uni Xitoyning Sharq Turkiston territoriyasining egisi bo'lganligining isbot qilib ko'tarib chiqdi. Xitoy bugungi davrda xalqarada mavjud bo'lib turayotgan, ammo tarixda qat'iy mavjud bo'lib boqmagan qonuniy o'lchamlarni burunqi Sharq Turkiston ahvoliga qo'llanib, shu orqali Sharq Turkiston qadimdan tortib bizning zamonimizning bir parchasi edi degan sapsatini ilgari surdi. Bularning hammasi bir xil hiyla-mekir bo'lib, u tarix haqida xato yakunga elib bordi. Tarixdagi Sharq Turkistonning egisi zodi kim bo'lganligini tekshiradigan bo'lsak, oldimizda Xitoyning sapsatisiga butunlay o'xshamaydigan manzara paydo bo'ladi. Bizning hozir tadqiq qilayotganimiz ana shunday temalar. Biz o'zimizning tadqiqot natijasiga asoslanganda Xan va Tang sulolasidan boshqa davrlarda Xitoy Sharq Turkistonga hukmronlik qilib boqqan emas, Sharqiy Turkiston Xitoy zamanining bir qismi bo'lib boqqan emas, Qing sulolasi davridagi ahvollarmi ham shundoq. Biz Xitoy bilan Manjularning Qing sulolasini farqlantirishimiz kerak. Qing sulolasi Manjularning, Xitoyning emas. 1911 yılı Xitaylar Manjularni örüp tashlab, o'zining Xitoy davlatini qurdi. Ammo uningdan keyingi tarixiy davrning bir qismida Sharq Turkistonni Xitoy millatarislari Xitoy davlatidan mustaqil holda kontrol qildi. Qolgan vaqtlarda bo'lsa, Sharq Turkiston mustaqil mavjud bo'lib turdi, hamda shu davrda ikki qatim o'zining mustaqil davlatini qurdi. Sharq Turkistonning bugungi holati qandaq? Sharq Turkistonliklarning hozirgi huquqlari-chi? 1949 yildan keyin Sharq Turkiston Xitoy bergan ismdagidek avtonomiya rayoni bo'lib baqqan emas, balki u mustamlikachilik tuzma ostida boshqarilib keldi. Bu ahvol Xitoy va xalqaro jamoatdan ma'lum qonuniy mas'uliyatni ado qilishni talab qiladi. Xitoy ado qilishga tegishli qonuniy javobgarlik o'zining Sharq Turkistondagi mustamlika hukmdorligini oxirlashtirish. Xalqaro qonunda mundaq bir mustahkam modda bor. U bo'lsa-mu mustamlikachilikni butunlay oxirlashtirish. Mustamlikani zamin egallarining o'z taqdirini o'z belgilashiga yo'l qo'yish asosida oxirlashtirish yoki mustamlikachilikni yerli xalqning mustamlikasizlanish huquq asosida oxirlashtirish. Xitoy hokimiyatining qonuniy majburiyati mustamlikachilikni mutlaq holda darhol oxirlashtirish. Xalqaro jamoat va chet el hukumatlarining bo'lsa, xalqaro qonunda mundaq o'ch majburiyati bor.
Birinci, Xitayning Sharq Turkistondagi qonunsiz mustamlakachiliginin davomlashishini darhol to'xtatish. Xitayning Sharq Turkistondagi qonunsiz hukmronligiga hech qanday yordam qilmaslik. Sharq Turkiston xalqining o'z tuprog'idagi tabiiy boyliqlardan o'z ixtiyorligi bilan erkin foydalanishiga to'sqinlik qiladigan har qanday ish, harakatlarga yo'l qo'ymaslik. Başqa əllərinin hökumətləri bilan Şərq Türkistonni mustamlakasizlashtirish ishida o'zaro hamkorlashish, Şərq Türkiston xalqining o'z taqdirini o'zi belgilashini amalga oshirishiga yordam qilish. Ikkinchi, Şərq Türkiston xalqining erkinlikka erishish ko'rishiga ma'naviy va moddiy jihatdan yordam qilish. Üçüncü, Şərq Türkistonda yerli xalqning mənfəətini təpsəndi qilib, Xitay mənfəəti üçün iş elib beriyotgan organ və adamlarga qarşı tədbir qo'llanish. Mana bular Xitay və xalqaro jamoatga qo'yilgan ma'naviy, siyosiy və qonuniy talablar. 2023 yili 24 fevral